crafting table yasab olishimiz kerak. Xo'sh. Mana shunday. Demak, bizga yetib qoladi. Yaxshi do'stlarim, mana shu yerlarda juda ko'plab toshlar bor ekan. Xo'sh, yaxshi. Gravity tushyapti nimagadir. Xo'sh. Bizga 20 ta yetib qoladi, 20 ta. 20 ta mana shuni olsak, hop 20 ta qilib qo'yamiz. Xo'sh, mana shu yerdan chiqib ketamiz endi. Xo'sh, mana shunday. Demak, bizga mana shular juda oz qotadi. Bizga yetadi. Xo'sh, qaysi tomonga boramiz? Bu tomon graviylar ko'p ekan-ku. Bizga mana shuni go'sht kerak bo'ladi. Yo'q. Juda ham yaxshi do'stlarim, o'zimiz maza qilyapmiz. Bundan oldingi videoyimda esa AI botlar bilan o'ynagandim. Bunda esa ular yo'q. Chunki ular bizni o'ldirib qo'yishi ham mumkin ekan. O'zimiz uy quramiz. Chunki survivalda yashab qolyapmiz. Bizga albatta uy kerak bo'ladi. Ayniqsa yotoq. Hardcore'ning keragi yotoq. Chunki kechasi zombilar juda ko'payib ketadi. Xo'sh. Mana shu daraxtni ham chopamiz. Ustimizni chopagandek chopamiz endi buni. Xo'sh. Yaxshi. Mana shu daraxt. Mana. Yaxshi. Demak, mana shu daraxtni ham chopib olamiz. Xo'sh, yaxshi. Mana shularni ham juda ham zo'r. Yaxshi. Xo'sh. Yo'q. O'zimizni qiynab qo'yamiz. Nima qilamiz, o'zimizni qiynabmiz. Survivalda yashayapmiz xolos-ku. Bizga endi ochiq maydon kerak. Bizda ovqat ham tayyor, menimcha. Juda ham yaxshi do'stlarim, kanalimizga obuna bo'ling. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bosib qo'yinglar, iltimos sizlardan. Shuncha harakatimiz bekor ketmasin. Xo'sh. Agar obuna bo'lsalaringiz, sizlarga o'zim tovuq shashlik qilib beraman. Mana. Tovuqqina. Pekka qo'yapman. Bizga juda kerak bo'ladi bular. Mana shu yer yaxshi ko'rinyapti. Balki daraxtga uy qurarman. Xo'sh. Lekin bu g'oya juda ham yaxshi g'oya emas. Mana shu yerga qo'yib turamiz. Bularni taxtaga aylantirib olamiz. Buni ham. Bu yerda qo'y bor.
olmasak bo'lmaydi. Chunki bizga yotoq kerak. Ular xuddi bizga bilgandek oldimizga uchib kelyapti. Yaxshi. Va mana shu roq qarasa 3 ta ekan. Xo'sh, bu yerlarda cho'l ham bormi? Yo'q, menimcha bu oddiy sohil. Mana shu yerdan qurishni boshlaymiz bo'lmasa. Mana shu yerdan ikki qatordan yetsa kerak menimcha. Orasini maydonini hozircha kattalashtiramiz. Yo'q. Xo'sh, yaxshi. Hozircha tez ketyapmiz. Mana shu yerdan yetadi. Xo'sh. Bizda hali yana bir stak bor. Yetmasa yana chopib kelamiz. Bo'ladi. Yana bitta qilona. Yaxshi. Agar shu videodan 500 ta like kelsa, bu videoni o'zim do'stlarim bilan olaman. Bitta loqalar. Bu yerda kon ham bor ekan. Juda yaxshi joyga joylashyapti. Yaxshi, mana shu yerdan narigi start ishlataman ekan. Bu yerga rob borasa nechta ketar ekan? Hisoblab beraman jami. Bizda boshida 36 ta bo'lmadi. 41 ta nechtaga aylanadi? 4 tadan bo'lsa. 41 kara 4 matematikalar bormi oramizda? Xo'sh, yotoq va narvon yasashimiz kerak hozircha. Yetmayapti ekan. Demak, bizda mana shunday. Shu yerlarni olib tashlaymiz. Hozir bularni yana qaytadan qo'yamiz, chunki bu taraf yo'qolib ketishi mumkin. Mana shuni qaytadan qo'yishimiz kerak. Bizda taxta 20 ta bor. Bo'ladi. Bu yerlarni qo'yib tashlaydi. Hayotlarga qarshi. Yo'q. Bizga qarab ham chiqdi. Yo'q, bo'lmagan ham yo'q. Tayyor bo'lyapti. Yaxshi, hozircha tepalarini tutamiz. Bizga hozircha bular emas. Bizga hozircha sandiq, versak va o'zimizga hozircha yotoq qiladigan joy qilishimiz kerak.
bizga paket kerak esa xo'sh, video yaxshi ketyapti menimcha. Juda yaxshi. Bu birinchi kun. Demak, mana shu yerga kiramiz. Buni olib, xo'sh, bizda paket tayyor. Qilib olishimiz kerak. Do'stlar, eslatib qo'yaman. Bizning hamkorimiz bor. Endi firmalarda emas, oddiy hamkor do'stimiz, ya'ni o'zimizdan oddiy videoda u ham faoliyatini olib boradi. Mastercraft dedi. Yo, Master o'zimda. Meni ham esimda yo'q. Uncha mana shu yerdan ishlatib qo'yaman. Yaxshi. Yo'q. Minecraftdan qotyapti. Demak, juda ham yaxshi. Mana shu yerda skeletorni kimdir o'lgan edi. Shu yer bo'lsa o'stirib qo'ymoqchi edim. Skeletorlarga to'g'ri topibman. Lekin undan faqatgina o'q chiqdi-da. O'lsa yomon. Xo'sh. Yaxshi. Yunus chotki bo'ladi. Do'stlar, bu survivalning birinchi qismi. Qolgan qismlarni ham kutib qolinglar. Biz hali bu yerni juda ham takomillashtiramiz. Hammaga xayr.